Agar siz именно shu sezonda 2025-26 sezonda именно mana shu qishda Tailandga borishni rejalashtirgan bo'lsangiz, to men sizni ogohlantirib o'tmoqchiman, что sizda juda ham kam vaqt qoldi. Nimagaki ro'zagacha atigi 3 ta reysimizda joy qoldi. 3-fevraldagi и 8-11 fevraldagi reyslarimizda ozginadan joy qolgan. Ular ham juda ham cheklangan, juda ham kam joy qolgan. Ro'zadan keyin bo'lsa reyslarimiz bor, lekin ro'zadan keyin Tailandga borish ozgina nekomfortni bo'ladi. Mana hozirgidaqa ob-havo mart oyida уже bo'lmaydi, issiq bo'ladi, dim bo'ladi, yomg'ir yog'ishni boshlaydi уже как бы mart oyida. Shu uchun xo'qish bo'lsa ro'zagacha bosib o'rish kerak. Mana shu 3 ta reysdan bittasiga narxi sразу aytaman, что qimmatroq chiqyapti, $1000 boshlanyapti. Lekin ano того стоит. Shu bilan keyingi yilga qolib ketgandan ko'ra shu yil sal qimmatroqga bo'lsa ham borib keling do'stim. Menda faqat shu edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.